hali bozorga chiqmagan korobka dom. 7 etajlik domni birinchi etajda joylashgan 3 xonali uy, lekin pastida ham 3 ta xonasi bor. Jami 6 ta xona. 2 etajli uy bo'lyapti-ku akalar. Bu kvartiramiz 180 metr kvadrat bo'lib, yuqori etajga kirganimizda bizda 4 ta xona mavjud bo'lib, 3 tasi yashash uchun mo'ljallangan. Keng, yorug' va shinam. Romlari ham zamonaviy, ovoz eshitilmaydigan romlardan o'rnatilgan. Elektr ishlari mukammal bajarilgan, santexnika ishlari ham sanuzelimizda to'liq bajarib qo'yilgan. Oshxona uchun asosan gaz hisoblagich o'rnatilgan, keng, yorug' mebellarni qo'yib bemalol yashash sharoitini qilsa bo'ladi. Endi pastdagi etajga yuzlanamiz. Bejirim zinadan tushganimizda bizni katta zal kutib turibdi. Bu zal 8 ga 9 metr bo'lib, bu joyda stol o'rnatib, tepada qandil osib mehmon kutadigan zal qilsa ham bo'ladi yoki tennis, bilyard yoki sport zal qilsa ham bo'ladi. Yana 2 ta xonamiz bor. Bu xonalarni detskiy xona yoki nimadir xonalarga mo'ljallash mumkin. 6 ga 4 va 4 ga 3 xonalar bor. Manzilimiz Paxtazorda joylashgan, O'rinboboni ro'parasi, Yashil bozorni shundoqqina orqasida joylashgan. Zikirdomlarda hamma biladi. Xo'p, endi biz narxini 730 million deb narxladik. Pastda ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling, biz sizni kutyapmiz.